yagona xalq, yagona millat bo'lib ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqda biz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan. Biz yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz. Biz bir bo'lsak, yagona xalq biz, birlashsak vatanimiz. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Agar adolat bo'lsa, adolat, korrupsiya bo'lmasa nima bo'lish mumkinligini kecha futbol ko'rsatdi. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi.